Siz insonlarni bir-biringiz bilan sinaymiz. Qani sabr qilasizlar. Alloh insonlarni bir-biri bilan sinaydi. Kofirni musulmon bilan, musulmonni kofir bilan sinaydi. Osmondan farishta tushib sinamaydi-ku. Inson bilan sinaladi. Ota bola bilan bola ota bilan sinaladi. Er xotin bilan xotin er bilan sinaladi. Sizlarni bir-biringizga sinov qilib qo'ydik deydi Alloh. Muhtaram azizlar, Qur'onni Karimni o'qib tafakkur qilsangiz cheksiz ummon. Mana men aytayotgan gaplar bu hammasini men o'zim to'qiyotganim yo'q. Bu hammasi Qur'on bergan ma'nolar bu. Qur'on hadis anglatgan ma'nolar. Qarang qanchalar buyuk falsafa va qalbingiz qanoat hosil qiladi. Hayotingiz to'g'ri bo'ladi. Mana shu falsafa bilan. Inson faqat yeb ichish, rohat uchun, nafsini qondirish uchun yaralgan degan falsafani oldiga qo'yingchi, qanaqa tubanlashib ketadi inson. Hayvondan battar bo'ladi. Minglab insonlarni o'ldirib, millionlab insonlarning yostig'ini quritganlar hayvon emas, inson shular. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo demak siz bilan bizga bu hayotni imtihon qilib bergan ekan. Bugungi bizning davrimizni imtihoni qanday o'tyapti? Biz shuni anglab, shu imtihondan o'tib olishimiz kerak bo'ldi. Bu siz o'tmishni ham o'ylamang, kelajakni ham o'ylamang. Bugun biz yashayotgan hayotda Allohning shariatiga qanday amal qilsak, biz imtihondan yaxshi o'tamiz. Gap mana shunda bo'lishi kerak.